Hammaga assalomu alaykum. Hop, qazo namozlar programmamizni tushuntirib o'tib ketaman. Telegramdan ustiga bossak, razрешить so'raydi, antivirusli bo'lsa, mana o'rnatsanglar. Menda hozir o'rnatilgan, обновить qiling deyapti. Обновить qilmayman. Установить knopkasi chiqadi. Установить knopkasi bilan o'rnatasizlar. Programma ochiladi. Mana hozir обновить qilyapman. Programma ochilgandan keyin funksiyalar bilan bir qo'l tushuntirib o'tib ketaman. Mana o'rnadi. Xo'p, programmamiz interfeysi ikkita oynadan iborat. Bu birinchi oynamiz. Til tanlaymiz, ruscha, o'zbekcha. O'zbekchani ko'rsataman. Xo'p, tug'ilgan sana kirgizing deyapti. Tug'ilgan sanani kirgizamiz. Masalan, 2000-yil deylik 10-mart. Xo'p, undan keyin namozni boshlagan sana. Namozni uzmasdan o'qishni boshlagan yilingiz deylik 2022-yil 1-yanvar. Xo'p, agar erkak bo'lsa, balog'at yoshi 12 yil qo'shiladi. Ya'ni 2000 yil bo'lsa, 2012-yil 10-martdan namoz farz bo'lgan bo'ladi. Agar ayol kishi bo'lsa, ayol kishini tanlasak, ayol kishi 2009 dan boshlanadi. Ya'ni balog'at yoshi 9 yoshdan boshlanadi ayol kishi uchun. Farz namoz ham 9 yoshdan farz bo'ladi. Namozlari to'liq bajarish. Xo'p, ayollarga xos kunlar miqdori bu birinchisi. Oy ko'rish kunlari masalan 3 kundan 10 kungacha ayollarda hammada har xil. Masalan 5 kun tanladik. Uzrli bo'lish davri oyi endi har oy bo'ladimi, 2 oyda bir bo'ladimi, 3 oyda bir bo'ladimi? Har oy. Agar farzand ko'rgan bo'lsa, farzandlar soni bitta, ikkita, masalan deylik ikkita. Bu nifos kunlar oralig'i bo'ladi. Farzand ko'rish tanlashdan maqsad nifos kunlarini mana общий o'tkazib yuborgan kunlardan ayirib tashlaydi. Xo'p, kunlarni tanlaymiz. Ikkita farzand bo'lgandan keyin nifos 1 kundan 40 kungacha, ikkita farzand bo'lgandan keyin 40 kundan 80 kungacha tanlashimiz mumkin. Deylik, farazan 40 kundan 80 kun bo'lgan bo'lsa, 70 dan 80 gacha tanlaymiz. Aniq kunlar sonida 80 ni kirgizamiz. Shunda mana o'tkazib yuborilgan kunlardan 80 kun ayiradi, kamaydi ya'ni. Xo'p, endi bu oynamizda yana bitta joyi mana kunlik kafolat summasi deyilgan. Endi bu narsani ustiga bossanglar, mana bu yerda kafolat nima deb ma'lumot beriladi. Abu Hanifa mazhabi bo'yicha o'tkazib yuborilgan farz namozlar uchun pullik kafolat yo'q. Inson o'zi qazo namozlarini o'qib ado qilishi shart deb aytilgan. Mabodo to'liq o'qishga ulgurmay vafot etgan bo'lsa, uning qarindoshlari uning nomidan sadaqai fidya berishlari mumkin. Har bir qazo qilingan kun uchun fitr sadaqasi miqdorida bu tavsiya etilgan amal bo'lib, ajr savobi inshaalloh marhumga yetadi. Odatda kaforat bitta muhtojni 2 mahal ovqatlantirish qiymatiga teng bo'ladi. Masalan, 1 kunlik ro'za uchun saharlik va iftorlik. Siz shu kunlik qiymatni kiritishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda agar kimdir qazosini o'qib ulgurmagan bo'lsa, kafforat sifatida uni nomidan ehson qilish mumkin deyilgan. Endi bu xohlovchilar uchun qiziqishga qo'yilgan. Kimdir shu narsani chiqarmoqchi bo'lsa, chiqarishi mumkin. Masalan, deylik, 1 kunlik bir mahallik ovqat hozirgi kunda 30 ming so'm bo'lsa, bu dollarda hisoblaydi. 2 mahalla 60 ming so'm bo'ladi. 5 dollar qo'ydim. Bu yerda kafolat summasi o'tkazib yuborilgan 3835 kun uchun 19175 dollar bo'lyapti. Majburiy bo'lgan sana ayol kishi uchun hozir ikkita farzandi bor uchun 2009 dan boshlanyapti. Namoz boshlagan sanasi 2022. U oralig'idagi qoldirgan 2009 dan to 2022 gacha bo'lgan kun 3835 ta bo'lyapti. Xo'p, tanlovni eslab qolish tugmasini bosamiz. Albatta kerak bu narsa. Agar shu telefondan foydalanib doim ishlatadigan bo'lsangiz, endi hisoblashni boshlaymiz. Bo'ldi mana. Endi hisoblash boshlandi. Bu yerda hozir nifos kunlari ayirib tashab, mana oy ko'radigan kunlarni ham ayirib tashab ko'rsatyapti. 2000-yil 10-martda tug'ilgan ayol kishi, ikkita farzandli, 2009-yil 13 13
iyundan boshlab namoz o'qishi kerak bo'lgan. Endi bu yerda programmamiz ko'rsatyapti. Endi bu yerda xohlovchilar uchun mana bomdod, peshin, asr, shom, xufton, vitr namozlarini отдельно o'qishlari mumkin. Masalan, deylik, kunlik mana bu yerda kunlik turgan bo'lsa, bir kunlik namozlari, o'qigan namozlarini отметка qilib borsalar, bitishga qo'yib, mana belgilab borsalar, mana bajarilgan kunlarga o'tadi. Mana hammasidan bir kundan bo'ldi. Endi agar farazan deylik, mana bajarilganga tushdi. 2009-yil 13-iyun kunidagi namozni bajardilar. Qarzlari tugadi, inshaalloh. Agar faqat bomdodda o'qib tugatadigan bo'lsalar, bomdodni tanlaydilar. Xo'p, bomdodda jami rakatlar 7668 ta, kunda hisoblaganda 3834 kunlik qarzlari bor. Endi faqat bomdodda har bitta masalan o'qiganlarini belgilab ketsalar, mana bomdoddan kamayib ketaveradi. Shu tarzda bomdodni tugatishlari mumkin. Bomdod tugatganlaridan keyin mana bu yerda kunlikka o'tsalar, mana bomdod namozlari tugagan bo'ladi. Bomdod namozlari tugagan bo'ladi-da. Xo'p, endi kunlikdan agar to'liq kunlikni bir kun tugatsalar, mana bu yerda bajarilgan kunlar ko'payaveradi. Mana 2 kun bo'ldi. Mana yana kunlik qilamiz. Mana 3 kun bo'ldi. Bomdod namozi mana bu yerda ko'rishimiz mumkin 3803 ta. Qolgan namozlar 3832 mahal qoldirilgan. Bomdod namozi o'zini ko'proq belgilaganimiz uchun bu kamaydi. Endi bu holatni saqlab qolmoqchi bo'lsalar, deylik telefon almashadigan bo'lsa, mana bu yerda tepada 3 ta knopkamiz bor. Birinchisi saqlanib qo'yish, saqlab qolish. Ikkinchisi programma haqida ma'lumot. Bu yerda programma haqida ma'lumot muallifga yozish mumkin bo'ladi. Ya'ni Telegram orqali muallif bilan bog'lanish mumkin. Programma bo'yicha qanaqadir tushunmovchilik yoki qanaqadir takliflar bo'lsa, muallifga yozishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, uchinchisi chiqish. Hozir bundan chiqsak, asosiy oynaga chiqadi. Xo'p, hozir biz chiqish qilmaymiz, saqlanib qilamiz. Saqlanib knopkasini bossak, Telegram orqali saqlanib qilib qo'yish mumkin bo'ladi. Hozir o'qib turgan namozlar holatini mana saqlanib qilib qo'ydilar, deylik. Endi programmamizga kiramiz. Hozir bu holatda turgan programmani ochib turib, doim shu davom ettirib ketsalar bo'ladi, shu kelgan joyidan. Agar chiqish knopkasini bossalargina programma 0 bo'ladi, chiqib ketadi. Endi deylik, tasavvur qilaylik, telefonni yangiladilar, boshqa telefonga bu programmani o'rnatdilar. O'qib yurgan namozlarini davom ettirmoqchilar. Bunda papkani bosamiz. Birinchi Telegramga kiramiz. Mana namoz backup degan faylimizni skachat qilib olamiz. Mana zagruzkaga tushdi. Endi mana namoz backupi bu yoqda mana papkani bossak, tepada asosiy oynamizda namoz backup tanlasak, mana hali 2000-yil 10-martda tug'ilgan qiz bolani spiskalar chiqib keldi. Mana bajarilgan kunlari, o'qilgan bomdodlari, mana bomdod tanlasak bomdod, peshin tanlasak peshin ko'rsatadi, rakatlar va kunlar. Shu tarzda o'qish mumkin bo'ladi. Menimcha hamma narsani ko'rsatdim. Bizda o'sha 6 mahal hozir namoz bo'lyapti, vitr ham qo'shilgan. Vojib bo'lgani uchun 5 mahal farz namozlar. Bu yerda har bitta o'qilgan namoz uchun kunligini bajarsangiz, mana kunlik hozir 19560 dollar kafforat bo'lsa, kunligi bajarsak, mana 5 dollardan kamayadi har bir kun uchun. Bajarilgani uchun. Shu holatda doim saqlanib qilib yuraman degan odam Telegramga tashlab yursa bo'laveradi. O'zi aslida telefon o'zi to almashtirmaguncha yo format qilmaguncha bu narsa kerak emas, o'zi saqlab turadi. Doim yopib turib qaytadan ochsangiz saqlab turadi, lekin baribir nima desam bo'ladi, o'zini ehtiyot qilish maqsadida yoki telefon almashtiradigan holatlar tez uchraydigan bo'lsa yoki 2-3 ta telefondan foydalanadigan odam bo'lsa, shu narsani saqlanib qilib Telegramga tashlab yursa udobniy bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.